Audio Jungle. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugungi darsimizda O'zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy geografiya darslarida Google Earth dasturidan foydalanish mavzusida so'z yuritamiz. Zamonaviy texnologiyalar ta'lim jarayonida katta ahamiyat kasb etmoqda. Geografiya fanida interaktiv vositalardan foydalanish orqali darslarni yanada qiziqarli va samarali qilish mumkin. Google Earth bu sun'iy yo'ldosh tasvirlari va uchli xaritalar orqali real vaqt rejimida turli geografik jarayonlarni kuzatish imkonini beruvchi dastur hisoblanadi. Google Earth va uning imkoniyatlari. Google Earth O'zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy geografiyasi jihatidan rivojlanishini interaktiv tarzda tahlil qilish imkonini beruvchi dastur hisoblanadi. Bu quyidagi imkoniyatlarga ega: sun'iy yo'ldosh tasvirlari orqali hududlarni batafsil o'rganish, 3D modellar yordamida shaharlar va relyef shakllarini tahlil qilish, tarixiy tasvirlar orqali hududlarni vaqt davomida qanday o'zgarganligini kuzatish, aholi zichligi, sanoat rivojlanganligi va qishloq xo'jaligi hududlarini tahlil qilish. O'zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy geografiya darslarida Google Earthdan foydalanish. Google Earth O'zbekiston ijtimoiy-iqtisodiy geografiyasini o'rganishda quyidagi jihatlarda foydali hisoblanadi. Aholi geografiyasi. O'zbekiston aholisi zichligi xaritalarini tahlil qilish, sanoat geografiyasi, yirik markazlarni aniqlash va rivojlanishini kuzatish, qishloq xo'jaligi geografiyasi, sug'oriladigan yerlarga oid tasvirlarni ko'rish va analiz qilish, transport geografiyasi, magistral yo'llar, temir yo'llar va havo transportidagi vizualyatsiya qilish, ekologik muammolar, Orol dengizining qurib borishi va boshqa ekologik jihatdan o'zgarishlarni kuzatish mumkin. Hamda Google Earth yordamida darslarmalar va amaliy mashg'ulotlar bajarish mumkin. Geografiya darslarida yanada interaktiv qilish uchun Google Earth dasturidan quyidagicha foydalanish mumkin. O'quvchilarga O'zbekiston yirik shaharlari Google Earth orqali topish topshirig'ini berish, O'zbekiston iqtisodiy rivojlanishining turli bosqichlarida xaritaga ko'rsatish, hududiy tahlillar va interaktiv xaritalar yaratish orqali statistik ma'lumotlarni tahlil qilish. Google Earth dasturidan foydalanish bo'yicha metodik tavsiya. 1. Darsga tayyorlanish. Dars mavzusini aniqlash. Masalan, O'zbekiston sanoat geografiyasi, transport tarmoqlari va qishloq xo'jaligi resurslari. Google Earthni tayyorlash. Dastur dars mavzusiga oid asosiy hududlarni oldindan aniqlab, kerakli joylarga belgilab qo'yish. Interaktiv materiallar tayyorlash. Dastur orqali hududlarning suratini olish, masofalar o'lchash va geografik xususiyatlarni belgilash. 2. Dars jarayonida Google Earthdan foydalanish. Kirish qismi. O'quvchilarga Google Earth dasturidan imkoniyatlarini tushuntirish, O'zbekiston xaritasini ochib, asosiy geografik joylashuvlarni ko'rsatish, viloyatlar, shaharlar, daryolar va tog'lar. Asosiy qism. Hududlarni tahlil qilish, sanoat markazlarini belgilash va ulardan joylashuvni tahlil qilish, transport tarmoqlarini ko'rsatish va ularning iqtisodiy ahamiyatini tushuntirish, qishloq xo'jaligi tarmoqlarini aniqlash va hududiy joylashuvni o'rganish. 2. Masofa va maydonlarni o'lchash. Google Earthning o'lchov funksiyasidan foydalanib, shaharlarga bo'lgan masofani aniqlash, sug'oriladigan yerlar maydoni taxminini hisoblash. 3. Vaqt o'tishi bilan o'zgarganlarni ko'rish. Tarixiy ko'rish funksiyasi yordamida hududlarning vaqt o'tishi bilan qanday o'zgarganligini duch kelganini ko'rsatish, masalan, shaharlarning kengayishi yoki suv omborlarining hajmini. 4. Sun'iy yakuniy qism. O'quvchilar bilan muhokama qilish, o'rganilgan ma'lumotlar asosida savol-javob o'tkazish, mustahkamlash uchun kichik interaktiv topshiriq berish, masalan, biror hududni belgilash yoki transport yo'nalishlarini aniqlash, natijalarni tahlil qilish. Mustaqil ishlar uchun tavsiyalar. Masalan, har bir o'quvchiga O'zbekistonning biror iqtisodiy hududini tanlab, u haqida tahliliy taqdimot tayyorlash topshiriladi. Google Earthda muhim sanoat markazlari yoki qishloq xo'jaligi zonalarini belgilash. Talabalar o'z ishlari uchun sinfda taqdimot qilishlari orqali o'zaro tajriba almashadilar. Topshiriqlar to'g'ri va sifatli bajarilishi,
hududni tahlil qilish aniqligi asoslanishi Google Earthdan to'g'ri va samarali foydalanish ko'nikmalari baholash mezonlari hisoblanadi. Qo'shimcha tavsiya: O'zbekistonda rasmiy geografik va statistik portallaridan foydalanish, Google Earth Pro versiyasidan foydalanib, yanada kengroq tahlillar o'tkazish, QR kodlar yoki interaktiv havolalar orqali o'quvchilarga qo'shimcha materiallar tayyorlash hisoblanadi.